Inson qanday qilib o'z qiyofasini yo'qotadi? Nima uchun ba'zilar eng og'ir sinovlarda ham insoniyligini saqlab qoladi-yu, boshqalar ozgina boylik va amal iskanjasida o'z vijdoni bilan savdolashib yuboradi? Bugun biz har birimizning ichimizda yashirinib yotgan eng qorong'u qo'rquvlarimizni tahlil qilamiz. Do'stlar, boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun juda muhim va yangi videolar chiqishiga katta motivatsiya beradi. Qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Endi esa asarga o'tamiz. Bugungi asarimiz O'lmas Umarbekovning Odam bo'lish qiyin asari. Ushbu asar faqatgina sevgi uchburchagi yoki yoshlik xatolari haqidagi qissa emas. Bu inson ruhining qanday qilib, qadamma-qadam, sekin-asta va qaytarib bo'lmaydigan darajada chirishi haqidagi mudhish asardir. Muallif bejizga bunday nom tanlanmagan. Odam bo'lib tug'ilish tabiatning in'omi. Ammo odam bo'lib qolish bu har kuni, har soniyada qilinadigan eng og'ir tanlovdir. Bugun biz yorqin kelajak kutgan umidli yigitning qanday qilib o'z hayotini va o'zgalar taqdirini do'zaxga aylantirganini ko'rib chiqamiz. Aslida jinoyat har doim ham qon to'kish bilan boshlanmaydi. U ko'pincha hamma shunday qilyapti-ku degan bittagina kichik yolg'ondan boshlanadi. Voqealar o'tgan asrning o'rtalarida jamiyatda qadriyatlar poydevori sekin-asta siljib borayotgan bir davrda yuz beradi. Bir tomonda o'zining sodda, samimiy va toza qoidalari bilan yashayotgan qishloq hayoti. Ikkinchi tomonda esa imkoniyatlar, amal, boylik va aldamchi yaltiroq narsalarga to'la katta shahar, Toshkent. O'sha davr muhitini tushunish juda muhim. Bu vaqtda odamlarning qadri ularning insoniyligi bilan emas, balki qanday diplomga ega ekanligi, qaysi lavozimda ishlashi va kimlar bilan aloqa o'rnata olgani bilan o'lchana boshlagan edi. Jamiyatda yashirin bir qoida shakllangan. Agar sen yuqoriga intilmasang, agar sen kattalarning tilini topmasang, sen hech kimsan. Aynan mana shu ko'rinmas bosim yosh, hali shakllanib ulgurmagan qalblar uchun eng dahshatli sinovga aylanadi. Bizning qahramonlarimiz ham mana shu o'tish davrining qurbonlari. Qishloqning toza havosi va ota-bobolarning halollik haqidagi nasihatlari, katta shaharning mashinalari, dabdabali ziyofatlari va mansab oldida o'z kuchini yo'qota boshlaydi. Muallif ataylab ikki xil dunyoni to'qnashtiradi: qalb va nafs dunyosi. Va afsuski, bu urushda doim ham qalb g'alaba qozonavermaydi. Keling, asarning asosiy figuralari Abdulla va Gulchehraning psixologik portretlarini ko'rib chiqamiz. Abdulla maktabning eng a'lochi, eng aqlli va kelajagi porloq yigiti. U kitoblar o'qiydi, baland parvoz gaplarni gapiradi. Ammo uning ichida mudhish bir nuqson, cheksiz xudbinlik va manmanlik urug'i bor. Abdulla o'zini boshqalardan ustun qo'yadi. U kambag'al bo'lib yashashdan, oddiy odamlar qatorida qolib ketishdan dahshatga tushadi. Uning uchun Gulchehra bu o'zining qanchalik yaxshi ekanligini his qilish uchun bir ko'zgu xolos. U Gulchehrani emas, Gulchehraning unga bo'lgan sevgisini yaxshi ko'radi. Gulchehra esa mutlaqo boshqa dunyo. U qishloqning eng go'zal, eng sof qizi. Uning eng katta kuchi sadoqati bo'lsa, eng katta ojizligi Abdullaga bo'lgan ko'r-ko'rona, mutloq ishonchidir. Gulchehra sevgini hech qanday shartlarsiz, hisob-kitoblarsiz qabul qiladi. U Abdullaning ichidagi chirkinlikni ko'rmaydi. Aniqrog'i, ko'rishni xohlamaydi. Asarga keyinroq kirib keluvchi Samat obrazi esa Abdullaning mantiqiy aksi sifatida beriladi. Samat boylikka uchmaydi. U mehnatkash, halol, insoniy qadr-qimmatni hamma narsadan ustun qo'yadi. Aynan Samat fonida Abdullaning naqadar tubanlashib ketgani yaqqol ko'zga tashlanadi. Abdulla muammolardan qochib oson yo'llarni izlasa, Samat qiyinchiliklarga tik boqadi. Haqiqiy sinov Abdulla Toshkentga o'qishga ketganidan so'ng boshlanadi. Masofa niqoblarni yechadi. Muhit odamning ichidagi haqiqatni ko'rsatadi. Shaharga kelgan Abdulla qishloqdagi eng aqlli yigit maqomi bu yerda hech narsa hal qilmasligini tushunib yetadi. Atrofda yaltiroq hayot, oson pul topuvchilar va tanish-bilish orqali ishlarni hal qiluvchi kimsalar bor edi. Abdulla esa ularning qatoriga qo'shilishni, tezroq yuqoriga ko'tarilishni xohlaydi. Aynan shu muhitda voqealar rivojiga ularning sinfdoshi,
sayyora obrazi faol kirib keladi. Sayyora qishloqdan kelgan bo'lsa-da, shaharda o'z o'rnini halol mehnat, ilm va qat'iy prinsiplar bilan topishga intilayotgan zamonaviy, aqlli qiz edi. Abdulla dastlab sayyoraga yaqinlashishga, uning e'tiborini qozonishga urinadi. Sayyora esa uning nazarida shaharliklarga xos elita ramzi edi. Ammo sayyora juda ziyrak qiz. U Abdullaning chiroyli so'zlari ortidagi ma'naviy bo'shliqni, uning xudbinligi va soxtaligini birinchilardan bo'lib ko'rib qoladi. Sayyora uning yuzidagi niqobni yulib oladi va uni rad etadi. Bu Abdullaning g'ururiga berilgan eng qattiq zarba edi. Halol yo'l bilan obro' topish qiyinligini va haqiqiy ziyolilar uni qabul qilmasligini tushungan Abdulla eng iflos va oson yo'lni tanlaydi. U o'zining muvaffaqiyat rejasini tuzadi. Badavlat va amaldor oilaning qiziga uylanish. Shunda uning miyasida dahshatli, sovuq hisob-kitob ishga tushadi. Agar men shu qizga uylansam, diplom ham, karyera ham, boylik ham kafolatlanadi. U inson bilan emas, lavozim bilan oila qurishga qaror qiladi. Ammo buning uchun u qishloqda uni sadoqat bilan kutayotgan Gulchehradan voz kechishi kerak edi. Abdulla qishloqqa qaytadi va shafqatsizlarcha aloqalarni uzadi. Bu shunchaki ayriliq emasdi. Bu Gulchehraning qalbini, uning odamlarga bo'lgan ishonchini tiriklayin ko'mish edi. Abdulla o'z qilmishini hayotning talabi, kattaroq maqsadlar uchun qilingan qurbonlik deb oqlashga urinadi. Ammo O'lmas Umarbekov asarda shunday dahshatli va haqli fikrni ilgari suradi. Odamning vijdoni bir marta sotildimi, uni qaytarib sotib olishning iloji yo'q. Abdulla o'z maqsadiga yetadi. Unda boylik bor, karyera bor, lekin u shayton bilan qilingan savdoda inson hech qachon yutib chiqmasligini bilmasdi. Abdulla yangi amaldor oilasida shunchaki bir qo'g'irchoqqa, erksiz qulga aylanib qolganini juda kech anglab yetadi. Uning mansabi qaynotasining qo'lida, oilaviy hayoti esa sovuq munosabatlardan iborat edi. U o'z xotinidan hayiqadigan, birovning chizgan chizig'idan chiqa olmaydigan yaltoq bir kimsaga aylangan edi. Eng dahshatli to'qnashuv bu uning o'z o'tmishi bilan yuzma-yuz kelishidir. Abdulla atrofga qaraydi va o'zining qanchalik tubanlashib ketganini anglaydi. Qishloqda halol mehnati bilan hurmat topgan Samat, shaharda o'z ilmi, insoniy qadr-qiymati bilan yorug' yuz bilan yurgan Sayyora va o'zining eng og'ir dardlari, tushkunliklari ichidan yorug'lik topib, sinmasdan yashayotgan Gulchehra. Ularning barchasi insoniyligini saqlab qolgan bir paytda Abdulla o'zining eng katta boyligi, sof muhabbatini va g'ururini bir necha so'mga vaqtinchalik amalga almashtirib, ich-ichidan chirib bo'lgan edi. Bu ma'naviy o'limning eng yuqori nuqtasi edi. O'lmas Umarbekov ushbu asar orqali jamiyatga dahshatli bir ko'zgu tutadi. Asarning yashirin mantig'i shundaki, jamiyat qanchalik murakkab yoki adolatsiz bo'lmasin, yakuniy tanlovni insonning o'zi qiladi. Abdullani muhit buzgani yo'q, u oson hayotga moslashish uchun o'z irodasini o'zi sindirdi. Odam bo'lish qiyin, bu shunchaki kitob nomi emas. Bu har tong uyg'onganimizda o'zimizga berishimiz kerak bo'lgan savol. Men bugun kimman? Men erishayotgan yutuqlar boshqa birovning ko'z yoshlari va sotilgan vijdonim evaziga bunyod etilmayaptimi? Boylik va amal o'tkinchi. Ammo sotilgan vijdon va singan g'ururni hech qanday qimmatbaho mashina yoki baland lavozim bilan qayta tiklab bo'lmaydi. O'z qiyofangizni yo'qotmang. Bizni kuzatishda davom eting. Fikr va xulosalaringizni izohlarda kutib qolamiz. Bu bir asar kanali edi. Omon bo'ling.